nasib qilsa mana qoliplarimiz bor. Sotuvda. Bu yerda balasina regelli qoliplari bor. 35 lik qoliplarimiz bor mana. Qoliplar sifatiga garantiya, sifati zo'r. 2019 dan beri olib kelamiz. Nasib qilsa 7 yil bo'ladi. Shu bitta zavoddan olib kelishimizga. 35 qorinda guli bor qismlari. 30 lik bo'lsa gulsiz, guli bor qismlari. 20 ni guli borini taxlamagan ekanmiz. Bu yerda 30-40 razmerli to'rtburchak qoliplarimiz. Bu sokuldi gullari. Uyda sokuliga teriladi bular. Mana bu kattaroq qismi. Taxminiy 90 chiqib qo'yadi-yu balandligi. Bu 90 ga 1.80, 90 ga 2 bor kamida. Bu bo'lsa 70 bor. 70 ga 1.5 shu atrofda bu sokulimiz. Mana lestnitsani qoliplari bor. Mana qoliplarni nasib qilsa sifati zo'r. Yaqinda 7 yil bo'ladi shu bitta zavoddan olib kelayotganimizga. Bu yerda 20, 25, 30, 35 gulli qism, to'rtburchak qismlar hammasidan bor. Mana lestnitsani bu tomonda o'sha tepaga chiqadigan qismi, pastga tushadigan qismini qilish uchun, bu esa o'sha bir tekis holatini qiladigan joylari. Mana bu yerda yana o'sha lestnitsani qolgan bo'laklari. Mana o'sha regeldi qolibi. Mana bu eshik derazalarning ustiga qo'yiladigan bir bezak. Bu esa gultuvak. Mana bu kichik bir. Mana o'sa narigi tomonda ham mana gultuvagimiz. Mana aytaylik bittasini 35 qismda qornida guli bor qismi bor, guli yo'q qismi borda. Kimdir skromniy bo'lsa, mana shuni o'zi bo'lsin deydi. Menga hech qanaqa gul kerak emas deydi. Kimdir yo'q deydi, gulni qo'y deydi. Chiroyli qilib bir tilla rangga pasini, gulni boyagi bo'rtib chiqqan joylarini, tepalarini bitta rang qilaman-da, ichki tomonini bitta rang qilaman, chiroyli chiqadi deydi. Har kim o'zining fantaziyasi bor-ku. O'shani ishlatadi. Shuning uchun qancha ko'p Weber qilib olsangiz, tanlovingiz shuncha yaxshi bo'ladi. Uy egasiga borib buni ko'rsatasiz, buni ko'rsatasiz. Tagida stakan varianti bor, stakanni qo'ysa bo'ladi. Bu yerda mana boshqa qoliplarni qolgan qismlari mavjud. Telefon qilsangiz qoliplar chiroyli narxlarda kelishtirib beramiz. Quyish kerak bo'lsa, quyishni ham qilaveramiz. Sababi bizdan o'zbek so'raydi qoliplarni yoki Farg'onadan telefon qilib o'sha endi sizlar qolipdan bormi, quyib berasizlarmi kelib deydi. Farg'onadan olgan klientlarimiz bor, o'shalar nomerini beramiz, o'shalar sizga qo'yib beradi yoki Qashqadaryoda, Surxondaryoda, Xorazmda, O'zbekiston bo'yicha hamma joydan qolip olganlarimiz ko'p. Telefon qilsalaringiz hammasini kelishtirib chiroyli qilib beramiz.